voy zo'r joyga qarab turing. Novostroyka mebel texnikalari bilan Mirzo-Ulug'bek IT parki shunday orqasida joylashgan. Demak, bir chekkadan ko'rsatishni boshlayman. Mebel texnikalar qoladi 95 kvadrat. Uyimiz juda ham fayzli ekan. Remontlarni ham juda yorqin ranglarda foydalanishgan. Ketdik, boshlaymiz. And if you hear this sound, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. DJ, please turn up the bass to the max. Podyezddan kirish eshigimizni ostonamiz juda ham katta. Qarang, shkofda ham eniga bir 50 metrlik joy qoldirilgan, kattagina shkof joylashtirilgan. O'shani o'zida ham katta magnitli joyimiz bor. Keng, juda ham planirovkasini zo'r qilishgan, usturalarni yo'q. Ancha patologiyamizni 320 mancha bemalol chiqadi. Keyin mana kirganimizda qarang, mana bu yerda ham kichkina joyi bor. Xohlasangiz mana shu yerga kichkina stolga qo'yib turib, mana bu yerga dumaloq bunaqa chiroyli stul qo'yib o'tirgan joy qilsangiz ham bo'ladi, dam oladigan kichkina kreslolar bo'ladi. Yoki mana shu joyni shunday o'rab turib, garderobni qilsangiz bo'ladi. Garderobning joyi ekan bu. Yo'g'imiz oshxonani qarang, kattaligini. Bemalol mebellari juda ham katta, ranglarni chiroyli tanlashgan. Mebel texnikalar qoladi, eslatib o'tamiz. Keling endi bu demak bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasi albatta kichkina. Manimcha ikkinchi kravatni ham joylashtirsangiz bo'ladi betga, agar ikkita farzandingiz bo'lsa. Bemalol joy yetarli darajada. Ana shu oyna qatga qaragan ekan, bitta ko'raylik. Oynani hop. Oyna voy zo'r joyga qarab turing, parkka qaragan ekan. Buni borib ideal joyini ko'rsataman hozir. Keling. Yog'imiz hozir katta yotoqxonamiz. Keling, katta yotoqxonamiz. Juda ham katta. Bu zallar razmeridagi katta ekan, juda ham. Qarang, mebellar ham kattasi tanlangan. Juda ham zo'r, chiroyli manzara. Bu yoqni ko'rdik. Bu yog'imiz demak, zalimiz, mehmonxonamiz. Albatta 10 kishilik joy qilib qo'yibdilar. Ancha yetarli dom uchun, ya'ni kvartira uchun 10 kishilik mehmonxona. Endi keling, mana sizga zo'r buni ko'rsatib qarang. Manzarani va ideali. Keling, o'tib oling. Ko'rsatgan, ashi qarang. Shunday oldingizda ana osmono'par bino deydimi? Osmono'par bino. Bu domning tepasiga vertolyot ham qo'nadi, e'tibor bergan bo'lsangiz, balkim ko'rgansiz, e'tibor bergansiz. Va oldida ko'rdingiz, mana oldida park bor, shuni dam olib o'tirgan joy. Oldingizda shunaqa biznes sentr, menimcha bunaqa joyi, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang, iloji boricha kelib ko'rib, bu joyimizni savdalashib, baraka qilib olishingiz kerak. Maza qilib yashagan joy. And if you hear this sound, then go and bend your back, go and bend your knees, baby, shake it to the max. DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind, let me shake it to the max. Demak, narxi 185 ming so'ralyapti. Asta o'zim telefon nomerimni qoldiraman, bemalol aloqa qilsangiz bo'ladi.